Juda ham xursandman. Bugun birinchi marotaba oilamga pul yuboraman. Qanday qilib deysizmi? Bir hamkasbimning tanishi orqali. Noaniq shaxslar orqali pul yuborishning ikki xavfli tarafi bor. Biri u firibgar bo'lishi mumkin, ikkinchisi mabodo pul yo'qolsa, qaytarish kafolatlanmagan. Bahrom, eng yaxshi yo'l tanish orqali yuborish. Gapimga kiraver. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Yo'q, bu fikrga men qo'shilmayman. Men senga sinalgan usulni aytdim. To'xtanglar, o'ylab olaychi. Diqqat qil. Seni bir tengdoshing bilan ulayman. Uni gapini eshit. Xo'p. Salom. Men pulni bir tanishim orqali yurtimga yubormoqchi edim. Lekin to'xta, bu juda xavfli yo'l. Men xorijga endi kelganimda vositachilar 2000 dollarga yaqin pulimni o'zlashtirgan. Ishonchli pul o'tkazish tizimlaridan foydalanish eng to'g'ri yo'l. Rahmat sizga. Xo'p, ishonchli pul o'tkazish tizimlari haqida gaplashaylik. Bahrom, pul yuborishda ishonchli tizim tanlash juda muhim. Qo'rqmay yuborishing mumkin bo'lgan, O'zbekistonda keng tarqalgan bir nechta tizimlar mavjud. Xohlasang, o'rganib ko'r. Muhimi, pul o'tkazmalarini amalga oshirishda tizim faoliyatining qonuniyligiga ishonch hosil qilish zarur. Maslahating uchun rahmat. Pullarni tizim ilovasi orqali yuborishim ham mumkinmi? Albatta, faqat shunchaki Google Play yoki App Store'dan yuklab olishing kerak. Ular haqida o'zim ma'lumot izlab ko'raman. Pul o'tkazish bo'yicha qanday qarorga kelding? Ishonchli pul o'tkazish tizimining shu atrofdagi ofisiga boraman va uyga naqd pul yuboraman. Pulni kim qabul qilib oladi? Onam, ularga ham pul o'tkazish tizimi haqida to'liq ma'lumot beraman. Ular haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni kiritishda diqqatli bo'l. Qiziq. Qancha komissiya foizi olarkan-a? Tizimlardagi komissiya foizlari turli omillarga ko'ra o'zgarib turadi. Eng oxirgi ma'lumotlarni tizimning rasmiy saytlari yoki ilovalari orqali bilishing va solishtirishing mumkin. Xo'p, tushundim. Bahrom, bolam. Yuborgan pulingni oldik. Rahmat senga. Barakasini bersin. Bahrom hamkasbining taklifini rad etib to'g'ri qildimi? Siz qaysi usulni tanlagan bo'lardingiz?